Hammasi uchun rahmat senga Krish. Balkim sen bo'lmaganingda futbolni ko'rmagan bo'lardim va undan zavq olmagan bo'lardim. Ha do'stlar, Cristiano Ronaldo mundialni tark etdi. Butunlay endi boshqa uni mundial maydonlarida ko'rmaymiz. Ming afsuski. Neymar hamda Modricni izlang, mana bugun tundagi Ispaniya bilan o'yinda Cristiano Ronaldo ham mundialni tark etdi. Cristiano, sen baribir eng yaxshisi bo'lib qolaverasan. Senga rahmat, yoshlikdagi emotsiyalar uchun, yoshlikdagi katta orzular uchun senga rahmat. Ha do'stlar, endi Cristiano Ronaldoni mundiallarda ko'rmaymiz, lekin milliy gollik davomini kutib qolamiz. Klublar miqyosida, yana hali buni klublar miqyosida maydonlarda tushishini kutib qolamiz. Do'stlar, kommentariyada albatta fikrlarni yozib qoldiringlar. Mundialni tark etishi va futbol tomonlama, to'g'risi men juda ham xohlagandim Portugaliya chempion bo'lishligini. Portugaliya jamoasidagi mana bu Bruno, Leao, João Neves mana shular haqli emas ekan. Mundialni yutishga ular haqli emas ekan, lekin Cristiano Ronaldo yutishligi kerak edi. Kechagi o'yinda ham ming afsuslar bo'lsinki, Portugaliya jamoasi birlasha olmadi.